Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Demak, sizlar bilan navbatdagi masalani yechimini ko'rib chiqamiz. 21-masala. Arxeologlar yog'ochdan ishlangan jihoz namunasini aniqlashdi. Undagi uglerod 14 izotopining miqdori hozirgi vaqtda yerda o'suvchi daraxtlardagiga nisbatan 75% ni tashkil etdi. Aniqlangan jihozning yoshini aniqlang. T1/2 uglerod 14 izotopiniki 530 yil. Demak, yarim yemirilish davri bizda 5730 yil ekan. Bu radioaktiv yemirilish qonuni asosiy formulasiga tushadi bu masala. Xo'p, radioaktiv yemirilish qonunining asosiy formulasi quyidagicha. Katta N teng n katta N 0 ko'paygan 2 darajasida minus kichkina t taqsim katta T pastki qismida indeksida 1/2. Xo'p, bu formulani qanday ko'rinishga keltirsak, ya'ni bizda kichkina t o'tgan vaqtni topsak, kichkina t'miz o'tgan vaqtni belgilaydi bizda. Ya'ni jihozning yoshini aniqlashimiz uchun bizga qancha vaqt o'tgani muhim. T'ni topsak, formulani qulayroq qilsak, katta T 1/2 indeksida ko'paygan ln n0 taqsim n umumiy kasr chizig'i ln 2 bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana yozib qo'yganman. N0 boshlang'ich miqdor, n qolgan miqdor, T 1/2 yarim yemirilish davri, T o'tgan vaqt. Xo'p, demak bizda boshlang'ich miqdor va qolgan miqdor, ya'ni qolgan miqdor va boshlang'ich miqdor nisbati 0.75% berilgan bizda. Xo'p, buni teskari qilib olsak, n0 taqsim n teng 1/0.75. Buni noto'g'ri kasrga aylantirsak 3/4 ga teng bo'ladi. Xo'p, formulaga qo'yamiz. T 1/2 miz bizga ma'lum 5730 yil. T teng 5730 yil plus ko'paytirilgan ln 3/4 bo'ladi. Pastda ln 2. Xo'p, bularni o'nglarga qiymatini chiqarsak, 5000 T teng 5730 ko'paygan ln 3/4 miz 0.2877 bo'lingan ln 2 miz 0.6931 qiymat namoyon qiladi. Mana shuni hisoblab chiqsak, bizda 2379 yil kelib chiqar ekan. Demak, aniqlangan jihozning yoshini aniqlang degan. O'sha demak jihozimizning yoshi 2379 yil ekan.